Alhamdulillah, azizlar, o'z o'rnida mana shu kunlarda turar ekanmiz. Alloh taologa shukronalar aytamiz. Mana shu go'zal yurtimizda siz bilan biz mo'min musulmonlarning ibodatlarini emin-erkin ado etishliklari uchun barcha zarur sharoitlar yaratilib berilayotganligi. Albatta bu e'tirof etmaslik, buni bilmaslik bu noshukurlik. Alhamdulillah, masjidlarimizga qaraylik, kundan kunga obod bo'lib borayotganligi. Bu hammasi Alloh taoloning ulug' ne'mat. Mana shu go'zal yurtimizda hukm surayotgan tinchligimizni, osoyishtaligimizni sababidir. Alloh subhanahu tabaraka va taologa shukronalar bo'lsin. Mana shundoq ne'matlar sabab mana siz bilan biz Ramazon oyida shunday ulug' kunlarda emin-erkin shunaqangi bir rohat farog'atda hech narsadan bir g'am tashvish qilmasdan ibodat qilyapmiz, roza tutyapmiz, tarovih xatmonalarini o'qiyapmiz, iftorliklar qilyapmiz va boshqa xayrli savobli ishlar qilyapmiz. Xalqimizga yaratib berilayotgan bu sharoitlar, bu e'tiborlar, yurtboshimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan bo'layotgan e'tiborlar albatta bu Alloh taoloning ulug' ne'mati. Shuning uchun azizlar, bu ne'matlarni doim ehtiyotlashligimiz, qadrlashligimiz, qadriga yetishligimiz, Robbimizga buni shukronasini qilishligimiz kerak. Bu ne'matlarni doim asrab avaylashligimiz kerak.